Dangasalar uchun biznes. Shu yotib olib, hech narsa qilmasdan, iPhone telefonni olasan, Instagramda o'tirib 5 soatimdek qilib o'tirib, keyinimda yotib turgan uflab sen oyiga 10 million, 15 million, jay ko'payib ketsa 20 million pul tutsa, shuna biznes bo'lsa, nima deb o'ylaysizlar? O'zbekiston sharoitida mana shunaqa yotib olib 10 million, 15 million pul topsa bo'lsa, ishlarimidilar endi to'g'risi. Bu nimaligi bo'lmaydi, shunday bo'ladi. Ayniqsa bo'ydalar. Mana bitta bo'ydalar pulga yotibdi. Yo'qsa duqchaloq uxlayotibdi, to'g'risi. Mana o'zi buni uylab olish kerak deyman. Futbol galaki mana, qaranglar, Barsa futbolkasini kiyib olibdi. Barsa ekan, Bulsmi, Barsami 23-da Messimi-da, Ronaldo nimasini kiyib olibdi. Yotdi mana, ishi yo'q. Mayli. Oyiga 10 million, 2 million puli bor. Do'stlar, bu bo'ydalar sizlarga tegishli ko'proq. Haligi qiynalmasdan, ishlamasdan, yotib olib pul topadigan biznes so'ragandilar. Topib qo'ydim. Buning uchun eng qiziq tomoni bor. Juda ko'p bo'ydalar Rossiyadan kelib, bitta nimani oladi? Shalahorda nimani Spark'da olib, bechora kira qilgan chiqib ketadi. Sarg'ayib. Yo Nexus'da olib, sizlar o'ylaysizlar, Nexus'da olib, bunaqa komport yopishtirib bersam, oyiga 10 million pul topaman deb o'ylaysizlarmi? Topolmaysizlar, to'g'risi. Buni sizlardan ko'ra mana sizlarga biznes. Hech narsa qilmaysizlar. Menga o'xshab pul o'radi. Paypaxon olmaydi shunga. Pulni ekonom qilishni ko'ryapsizlarmi? Bor puliga, topgan puliga hammasiga o'sha mahsulot olyapti. Nimaga? Chunki oyiga 15 million emas, 50 millionga chiqishga harakat qilib turibdi. Endi do'stlar, men sizlar uchun asha Matiz Spark olmanglar do'stlar. Kira qilmanglar. Kirada kosa oqarmaydi, kirada baraka bo'lmaydi. Men ham o'zim kira qilganman buni. Kiragashlar chetda bizlar akalar, iltimos kommentariy yozinglar. Ertalab chiqib ketasan, kechqurun kelasan, kecha topgan puli qayerga yo'qolganini bilmay qolasan. Gazga to'laysan, soliqqa to'laysan, taksiga to'laysan, unga to'laysan, oxirida qo'lingda 50 ming, 100 ming pul qoladi. U ham uyiga kelsa xotining qarab turgan bo'ladi, unga to'lov qilish kerak edi. Yo'qda baraka to'g'risi. Mana sizlarga barakali biznes, yotib miyani ishlatish ham shart do'stlar. Shu telefonda o'ynab o'tirsangiz bo'ldi, oyiga 1000 kiloda. Voy, bu joydachi ixtiro qilishibdi. U ixtiro to'g'risini aytsam Xitoylar ixtiro qilgan ekan, lekin bu narsa O'zbekistonda bitta ekan. Boshqa joyda yo'q ekan bu narsa. Hozir nimaligini ko'rsataman. Ketdik. Tatakini kiyib olay. Mana bu ixtironi qaylar, mo turbani tiqar ekan. Ko'rsin, bosing. O'sha bossa turbani deb bosar ekan do'stlar. Bosib turib qaranglar. Qarshi saytda bo'ldi, ko'rlang. Endi bu nima deydigan bo'lsalar, olingchani narigini turbani, ikkinchisini. Shuni olar ekan. Mana. Shiploq qaytib ustiga ketar ekan. Bo'ldi. Bunaqa ixtiro faqat O'zbekistonda shetda bor ekan, xolos boshqa joyda yo'q. Bu o'zi nima deydigan bo'lsalar, hozir mana ko'rsam. Mana shu ukamiz necha yoshda havola berdi otaxonga? 27 yoshda. 27 yoshda otaxonga havola berdi. Hozir mikrofon mandalim, endi to'g'risini eshitilyapti. Operator nimdek qilyapti, haligi mikrofonni berib yuboray endi do'stlar. Operatorga like qo'yib, malades yozinglar, yaxshi olyaptimi, yo'qmi, titratib yormayaptimi? O'tgan safar titratib yorgan ekansan, hamma kommentariy yozib aytib qo'ydim. Bu safar yaxshi olgan bo'lsa, yaxshi malades operator kommentariy yozadi. Hozir havolni olib, buni qayerdan nechta pul nimaligini va qanday qilib havola olish sirlarini hozir bilamiz. Ketdi bo'lmasa. Sizlar mana Ismoiljon o'sha Lesapalivga Airbnb kompaniyasini nima qilib turib, mana shu havolni otaxonga olib berdilar, to'g'risi. Va shu biznes orqali, xudo xolasa, qanaqa biznesligini ham hozir ko'rsatamiz. Ketdik. Mana. O'sha kelsaga salqinga qo'yib qo'yamiz. Konditsioner bor mashina mazzatda bor, ha. Aylan hammaga nasib qilsin. Bismillah. Do'stlar, mana bularni aynan o'sha sotuv showroomga keldik. Nima deydigan bo'lsalaring, Ismoiljon keling endi. Shu bo'ydalarni ham bir ishlik qilib o'raylik. Do'stlar, mana Airbnb kompaniyasi 20 yildan beri nima qilishadi? Lesa apalovkalarni o'zlari ishlab chiqarib, nima qilib bir meshalgargacha bor ekan, hammasi. Xo'p. Qarang Ismoiljon, birinchi biznesni boshlash uchun arendani nechta pul ketadi? Men Spark bilan boshlaydi deb qo'ydim-da, bilan. O'rtacha 5000 dollar bilan bemalol boshlasa bo'ladi. 5 million boshlasa bo'ladi. Bemalol boshlasa bo'ladi. Qarang, 20 yildan beri o'rgatyapsizlar. Mabodo oyga qolsangizdan kelsa,
Shu boshida yo'l yo'rig'ini o'rgatib yuborasizlarmi? Qanaqa reklama qilish kerak, nima qilish kerak? Albatta, boshida kelishsa biz yo'l yo'rig'ini o'rgatib, yo'lga solib qo'yib, kerak bo'lsa birinchi mijozlarni ham ularga taqdim qilib ishlarni yurgizib beramiz. Zo'r. Do'stlar, hozir dadalar aytib qoldilar. Mana shu yerda bitta pastroqda bitta akamiz deydi, lesani olib ketgan. Kimda o'ylab qarasam deydi, mol boqib deydi, molni dedi, tayin tozalash, suv ber, 5 mahal qarash kerak ekan deydi. Shartta molni sotib kelganda lesa olib ketdi deyapti. Lesa uyda qolmagan ekan. Ya'ni arendaga ham chiqaryapti, o'zi ham ishlatib chiqaryapti do'stlar. Hozirgi paytda mol boqib biznes qilganiga hapolmaydi, to'g'risini aytsam, lesani arendaga berib yotib olib biznes qilgan bo'lyapti do'stlar. Xo'p, endi narxlarini bitta aytib berib ketsangiz, чтобы optimga birinchi bo'lib turib lesani aytaylik. Mana lesalar do'stlar hammasi aytganimizdagi bir-biriga shunday kiyizib ketilaveradi. Bu lesalarimiz quyma lesa deyiladi. Buni oddiy lesa bilan farqi, mana bu 32 talik turbani 25 talik holatga o'zidan quyma shaklda chiqaramiz. Buni ijaraga berilganda 90% mana bu joyidan sinib keladi. Svarkasidan sinib keladi. Buni sifatligi shundayki, bu joyi sinmaydi buni. Buni o'zidan chiqadi bu. O'zidan chiqarilgan. Kirganda ham do'stlar plotniy kirar ekan. Plotniy kiradi, qimirlamaydi. Bir xil lesalarniki qimirlab qoladi. Materiali rossiyskiy zavodning Pipe Metal degan truba zavodi bor, Toshkentda shuniki. Sababi preslaganda trubani choklari yorilib ketmaydi. Bir xil trubalarda yorilib ketadi u. U sifatsiz bo'ladi. Balandligi 60-70 metrga bemalol tiklab, qurilish obyektini ishlataveradi. Bular endi necha pul donaga sotiladimi bular? Bularni komplekt bo'ladi. Komplekt narxi 480 ming bo'ladi. 480 ming. 480 ming bo'ladi. Optim ulgurji narxga olishsa, siz nomingizdan chiqsa, skidga qilib beramiz. Bonuslar qilib beramiz. Bonuslar qilib beramiz. Xo'p, keyin mana u qanaqa nima bular damkrat monolit stoyka deydi, teleskopический stoyka deydi. Bularning ham har xillari bor. Standarti 2 metrdan 370 gacha bo'ladi. Bular ham o'zdan ishlab chiqarasiz. Buni ham o'zimiz ishlab chiqaramiz. Hamma mahsulotlarga 6 oy kafolatini beramiz. 6 oy garantiya beramiz mahsulot sifati cho'kiga. Xudo xolasa do'stlar, bu 6 oy emas. Bir Zoir Sherboyev degan shogirdim bor. Zoir bor, ko'ryapsizmi yo'q bilmayman. Shu yerda bo'lsa, shu yerda meni kommentariy yozib qo'ying. Mana shunaqa biznes qiladi do'stlar. Ya'ni ustozingizni boshida qiynaldim dedi. Joy kerak ekan, uyda shu bitta xonasi kerak ekan dedi. 3 oy bilan 6 oyda o'zini o'zi oqlaydi. Keyin qolganiga tekin, option tekin deyapti. Faqat foydada qoladi deyapti. Mabodo kimdir klient buni olib ketib, sindirib buzib qo'ysa ham buni pulini to'laydi deyapti, yangisini. Hattoki yangilash ham o'zidan ketyapti-da. Do'stlar, mana shu zo'r tomoni. Bular donaga sotiladimi, qanaqa sotiladi? Bularni donaga sotiladi. Bularning donasi 220 ming. 220 ming. 220 ming. Buni nechta olish kerak boshida arenda berish? O'rtacha 50 tadan boshlashsa bo'ladi. 100 tadan kamida 50 ta qilishsa, komplekt 50 ta bo'ladi. Komplekt 50 ta bo'ladi. Mana shu stoykalar, ashniki bo'lsa kerak-a bu. Bular kolonna apalska bo'ladi bular. Ha, bular apalka, kolonna bo'ladi. Bularning har xillari bor. Metallistligi hozircha hadoyroq ketgani. Buni faneraligi ham bo'ladi. Fanerali deyishsa, faneraligi ham qilib beraveramiz. Narxi necha puldan necha pulgacha? Bular narxi 3.800 ming, 3.5 million, 4 million har xil narxda chiqadi. Temiriga qarab ekan. Listini qalinligi, profilni qalinligiga, yupqaligiga qarab narx-navosi o'zgaraveradi. Ya, buni boshlanishiga qarang, qalinrog'ini, yupqarog'ini olish kerak, arzonroqni olib tursa ham bo'laveradi. Buni o'rtacha holini olinsa, yaxshi ish beraveradi. Boshlanishi. Pulini oqlab chiq, foyda pulini oqlab. Ha, xuddi shunaqa. Foyda chiqolgan. Xo'p. Endi mishalkalar bu ham o'zlarini chiqarilar ekan. Bularni boshqalarda farqli tarafi bor. Buni 3.5 million, 3 million 300 mingligi bor, 3 million 900 mingligi bor. Farqi mana bu joyda yeyilib ketadi. Bu sifatligi bu. Mana yeyilib ketavermaydi. Kallasi yumalab ketavermaydi buni. Bir xil bitana mishalka ishlatadiganlar biladi, mana bu rezbasi yeyilib ketaveradi-da. Mana biz alohida spetsialniy tokerlarda tayyorlatamiz. Чтобы ertaga buni sotib olganda yeyilib ketmasligi kerak. Yog'lab ishlataveradi. Yog'lab ishlataveradi. Xo'p. Mishalka necha puldan? Bitana mishalkalarimiz bu 0.30 kub bo'ladi. Hadoyi 0.25. Lekin bular sifatiga ko'proq urg'u berganmiz. Asosan arendatorlar sotib oladi buni. Bular 4.5 milliondan to'g'ri keladi. 4.5 million so'mdan. Ha. Aravacha necha puldan? Aravalarimiz 750 mingdan. 750 ming so'mdan. Ikkita balonli, endi o'zimiz o'sha dehqonchi uy xo'jalikka ham ishlayverar ekan do'stlar. Ishlab chiqarishga ham ishlayverar ekan.
qurilishligi, bayog ham bor ekan-a. karetalar ham bor. Biz o'zbekcha bayog deyshar ekan do'stlar. Nima? Ruscha bayog deyshar ekan, o'zbekcha kareta deyshar ekan. Qaysi biri to'g'ri do'stlar? Kommentar yozib qoldirasizlar. Bizda endi hali loyihalarga nima, to'g'rimi? Rastvorga, ya'ni beton ishlariga ishlaveradi. Nech pul bilan? Bularni 600 ming, 650 ming, 700 ming. 3 xil narxi bor, razmeriga qarab. Katta kichik bo'ladi. Katta kichigiga qarab razmeri o'zgaradi. Farqi razmer shu eniga 1 metr, 120, 145 bo'ladi. Zo'r. Do'stlar, biz RBS kompaniyasining mana ukamiz, o'g'illari bilan, dadalari bilan gaplashdim. 20 yildan beri deyapsizlar, dadangiz 20 yil bo'ldi. 20 yildan beri mana shu ishlab chiqarish sohasida ekan. O'shuning uchun ham hozirgi paytda bilasizlar, bunaqa lesani hamma joyda ishlab chiqarishmayapti, aynan shunaqa sohasini. Ofisda yana qo'shimcha har xil turdagi chet elda apalovka lesalarni olib kelamiz sizni. Bular chashchi lesa deydi. Asosan bular Rossiyada ommalashgan, o'zimizga ham endi kirib kelyapti. Juda ko'p kompaniyalarga biz yetkazib berdik mahsulotlarni. Men bilan monolitniy stoka, bular turetskiy. Bular ham har xillari bor, asosan shular bor. Bular prototip hammasi mahsulotdan showroomdagi holati. Ko'rgazma uchun. Ko'rgazma uchun, ha. Bu koreyskiy klinichniy lesalar dedi. Asosan bularni katta zdaniyalarning oldiga 60 metr, 80 metr balandlikda shularni ishlatishadi. Turbasi ham bular qalin bo'lar ekan. 3 stenka, 3,5 stenka bo'ladi. Bularning eng yupqa stenka shunaqa bo'ladi. Undan oyog'i 5-6 bo'lib ketadi. O'zimizning lesalar ham shu ishni bajaraveradimi? O'zimiznikidan xuddi shu ishni bajaraveradi, faqat bizaniki jaydari bo'lgani uchun bizlarning quruvchilarimiz asosan shu o'zbekcha lesaga moslashgan. Tez-tezda bo'ladi, bunaqalarga bo'shab qatib tezroq bo'ladi. Tezroq bo'ladi do'stlar. Xo'p, do'stlar, ishlab chiqarish joyiga ketyapmiz. Qo'llab-quvvatlaymiz. Like qo'yib ketdik bo'lmasa. Ismoiljon, bu ishlab chiqarish sexlaring-a? Ishlab chiqarish sexlarimiz bu yerda lesa, apalovka, stoyka, arava, bitanimeshalka mahsulotlarini ulgurji narxida, optim narxida o'zimiz ishlab chiqaramiz. Mana shu yerda ishlab chiqarasiz, do'stlar. Mana bu yerda ustalar o'sha kesib, netib, svarka qiladigan joyni svarka qilib, oxirida do'stlar mana bu tayyor mahsulot mana shu yerga kelar ekan, do'stlar. Mana. Aytganimizdek, o'sha ko'rsatganimizdek ko'ryapsizlar. Turbani, bitta ham turbani ular qilmas ekan. Umuman boshqa turba hammasi shunaqa bo'ladimi? Hammasi shunaqa bo'ladi. Bularni quyma lesa deydi. O'zi 99% hamma bu joyini svarka qiladi. Bitta bizdan shu joyi svarkasiz bo'ladi, quyma shaklida o'zini holatida. Mana bu 40 talik turbani 25 talik holatga keltirib quyma shaklida chiqaramiz. Buni sifati, qulayligi bizdan mijozlar buni sotib olgandan keyin ijaraga berganda shu joyi ko'pi svarkasidan chiqib ketadi, ya'ni sinib ketadi. Shuni oldini olgan holda sifatiga yana sifat qo'shilib, o'zini trubasidan 25 talik holatga keltirib, quyma shaklida sifatiga yana sifatini qo'shib ishlab chiqarishni boshlaganmiz. Do'stlar, mana do'konni ko'rlaring. Olasizlar, lesa deysizlarmi, apalovkami, mishalkami, optim narxlarini ham eshitdilaring, ishlab chiqarish joyidamiz, ya'ni birinchi qo'lda. Bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Oybek Qosim deydigan bo'lsa, xudo xolisa bonus qilib berasiz. Skidkalari bor. Siz nomingizdan chiqsa, albatta ulgurji narxda, optim narxda qilib beramiz. Bo'ldi. Rahmat. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Like qo'yib, qo'llab-quvvatlaymiz do'stlar, boshqa tadbirkorlar. Siz ham otangizga mashina olib berish niyatingiz bo'lsa, qanaqa mashina olib bermoqchisiz do'stlar? Kommentariyaga inshaalloh men ham dadamga mashina olib beraman yozinglar. Men to'g'risi birinchi orzum shu 24 Volgadan shu любой nima olib berish bo'lgan. Nima deydi ana Devo olib berish bo'lgan. U paytda Devo bo'lgan. Hozir endi Chevrolet olib ketdi. Alhamdulillah Devo biz shu Ravonni dedim ana nimasini olib berganmiz, Cobalt'ini. Endi yaxshi ko'rgani shu bo'lgan to'g'ri. Ota-xonlar Cobalt yaxshi ko'rgan. Biz ham niyat qilib shu kabiga o'xshab hali haval-pavallardan ham podarka qilishga do'stlar. Bizlar like qo'yib, kommentariy yozib qoldiramiz. Sog' bo'linglar.